Testga qaraymiz endi. To'rtburchak kvadratlarga bo'lingan. Agar bo'yalgan kvadratning tomoni 2 cm bo'lsa, ABCD to'rtburchak tomonlari uzunliklarini toping. Endi yechishga o'tamiz. Bo'yalgan kvadratning tomoni 2 cm deyilgan. Demak, qo'yib chiqamiz. Mana 2 cm, 2 cm, 2, 2. Bu 2 bo'lsa, ikkinchi kvadrat bo'ladi. Chunki kvadratchalarga bo'lingan deyilgan kvadratlarga. Bu ham 2 dan bo'ladi. Endi qaradik. Mana bu ham kvadrat. 2 ga 2 to'rt bo'lsa, bu kvadrat tomoni to'rt bo'ladi. Demak, ABCD to'rtburchakning bir tomoni chiqdi 6 ga teng ekan. Qaradik endi. Xo'p, mana bu ham kvadratlar. Ikkita bir xil kvadrat. Endi buni x dan deb belgilayman. Tomoni x, 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 x. Qaradik. X chiqdi, 2x chiqdi bu. Mana 2x bo'lsa, bu ham kvadrat mana. Demak, bu ham 2x bo'ladi. Bu yoqdan bu yoqqacha 2x, bu yoqdan bu yoqqacha x. 3x bo'ladi. Ya'ni 3x'imiz bizada mana 3x'imiz 4 ga 2, 6 ga teng. 4 ga 2 da mana 6, 3x ham 6 bo'lishi kerak. Chunki to'rtburchakning qarama-qarshi tomonlari teng bo'ladi. Bundan x topsam, x 2 chiqadi. Ya'ni 3 bo'lib o'tadi yoki yozsam x teng bo'ladi 6 bo'lib 3. 2 chiqadi. Demak, 2 bo'lsa, bu ham 2, bu ham 2. Demak, 4 ekan. Bu 2 dan ustidan yozay. Mana 2, 2, 2, 2, 2, 2. Demak, 2 ga 2 4 bo'lsa, mana bu 4 ga teng bo'ladi. Demak, bu ham tomoni 4 bo'lgan kvadrat bo'ldi. Mana 4. Demak, bir tomoni 6 ga teng bo'ldi. Mana 4 ga 2. Bu tomon 6 ga teng. Ya'ni AD tomon. AB tomonimiz 2 plus 2 plus 4. 8 ga teng. Demak, bu tomon 8 ga teng. Demak, 6 va 8 ga teng ekan. Ya'ni tomonlari 6 va 8 ga teng bo'lgan to'rtburchak ekan ABC deymiz. 6 va 8 ga teng degan javob D javobda bor.